Bir kam 60 yoshda bo'lgan Jamol aka Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga tez gemodializ muolajasiga qatnaydi. U sog'ligidagi bu holatni xorijda ishlab yurganida salomatligiga bee'tibor bo'lgani bilan baholaydi. Ishlashga borganimda Rossiyaga, Magadan shahriga borganman. O'shanga sovug'i juda yuqori edi. -57 grad. Ana shunga shu pochkani shu shamollatib ozgina nagruz tushirib qo'ygan ekanimiz. Ana shu nimaga tushib qoldik dializga haftaga 3 marta olaman. Ilgarilari bunday muolajalar poytaxtda qilinardi. Endi esa shundoqqina yonimizda Buxoroda ham keng imkoniyat qilingani jonimizga oro kirmoqda deydi yana bir bemorlardan biri. Juda yaxshi qulayliklarga ega. Masalan, o'zingizning shahringizga kelasiz, olasiz, ketasiz. Juda ham yaxshi bo'lgan viloyatlarga nima qilganlari. Doktorlar, mediklar tomonidan kamchiliklarimiz yo'q. Keyingi yillar davomida tibbiyot markazida xalqaro hamkorlikka katta ahamiyat berilib, ko'plab yo'nalishlar qatorida bu borada ham yangi natijalarga erishilayotgani tibbiy xizmat sifatini oshirmoqda. Endilikda mazkur Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida o'tkir va surunkali buyrak kasalliklari bilan xastalangan, ayniqsa gemodializga muhtoj bemorlar uchun zamonaviy xalqaro standartlar asosida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida Xitoyning mazkur sohada yetakchilaridan hisoblangan shifoxonalari bilan hamkorlik o'rnatilmoqda. Xitoyning Tsan-Xiaotun universiteti ikkinchi klinik shifoxonasi mutaxassislari ishtirokida nefrologiya sohasida xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda. Tashrif doirasida ayniqsa gemodializ xizmati bo'yicha ilg'or tajribalar almashish, zamonaviy yondashuvlarni joriy etish hamda mahalliy shifokorlar malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu yerda buyrak kasalliklarini davolashda zamonaviy amaliyotlar allaqachon yo'lga qo'yilganligini ko'rdik. Biz esa mana shu tajribani yanada orttirish, o'zaro hamkorlik ortidan kadrlar salohiyatini yuksaltirish maqsadida kelishuvlarga erishyapmiz. Endilikda o'zbekistonlik hamkasblarimiz Xitoyda, biznikilar esa bu yerda tajriba orttirishadi. Ma'lumot uchun Xitoyning ushbu delegatsiyasi Buxoroda nafaqat nefrologiya, balki skrining va onkologiya yo'nalishlarida ham kelishuvlarni amalga oshirdi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.